Xo'p, birinchi misolimizda ko'ryapsiz, necha yozilyapti birinchi misolimizda? 5, 6, 10, 12, 15, 8. Endi e'tibor bersiz qara. 5 ga ortyapti, 5 ga ortyapti, demak keyingi son 20. 6 ga ortyapti, 6 ga ortyapti, keyingi son 24. Tushunarlimi? Ikkinchi misol. İkinci misal 6, 9, 13, 18, 24, daha gelsin. Demek 6, 9 ile ama. Demek hiç gördü ya. 3 ge, 4 ge, 5 ge, 6 ge, 7 ge. 8 ge, 30. Şunanda keyingisi. Üçüncüsü. 1, 3, 9, 27. Keyingisi neçe? Demek e'tibor bersiz. Faqat necha ko'payapti? 3 ga ko'payapti orasi. Demek keyingisi 81. Kerak. Keyingisi 1, 3, 6, 8, 16, 18. E'tibor bersiz. Bir qo'shib Evet. ikki qo'shib ikki ko'paytirilyapti. İki qo'shyapmiz. Ikki ko'paytiryapti. İki qo'shyapmiz. İki ko'paytiryapmiz. İki qo'shyapmiz. İkiga ko'paytiryapmiz. 36. Endi 2 tushunarli. E'tibordami? Xuddi shu. Kechimlar. Keyingisi pastga 3 burchak. Mana 1, 1, keyingisi 4, 6, 4, keyingisi 1, 5, 10, 15. Ana ketyapti. Mana. Endi qo'shilyapti. Keyingisi endi mana shu tartibda nima ketyapti? Qo'shilib ketyapti. Tushunarli? E'tiboryaptimi yechilishi? Keyingisi e'tibor bersiz. Ko'rib ketyapti. 12, 6. Keyingisi 58. 7, 28, 19, keyingisi 6, 12. Endi e'tibor bering qonuniyatga. Bunga ko'paytiryapti. Demak, buni to'g'ri ko'paytiryapti. Bundachi? 5 qo'shyapti. Yo'q, hadi. 5 ayryapti. 5. Demak, buni to'g'riga ko'paytiramanmi? 24. Buni ko'paytirsam int 24. Bundan 5 ayrishim kerak. 7. Evet, 7. E'tiborli. Keyingisi nima ketyapti? 11, 8. Keyingisi 8, 6, 9. Keyingisi 10, 6, 1, 12. Hop, bitta qonuniyat. İkini to'g'ri ko'paytiryapti 8. Yo'q. Qarang, oddiyroq o'ylaylik. Buni ikkovi nima qilyapti? Qo'shyapti. 12, 11 da tashlayapti. 1 chiqyapti. Keyingisi, demak, buni qo'shib, buni ayirsangiz bu chiqishi kerak. Demak, buni topish uchun 8 ga hali qo'shib 9 da ayirganingizda 6 chiqishi kerak. Demak, bundan keyin chiqadiki, 7 ga chiqadi. Endi bunda ham bunga buni qo'shib, buni ayirganga 6 chiqishi kerak. Demak, 10 ga 12 ni qo'shib, 1 ni ayirsak 6 chiqishi kerak. Demak, 22 dan nechini ayiradi? 16 ni ayiradi.
16'ni erishimiz kerak edi. B'imiz 16 chiqadi. B'imiz 6 chiqadi. Ha? Tushunoldiganmi? İngilizce. Bizde to'g'ri yo'q. Nasıl? Ya bular yo'q sizlarda endi bet kitob bor. Qarab keting. Endi e'tibor bering. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ben qo'shyapti, 2 qo'shyapti, 3 qo'shyapti. Ular 2 qo'shib ketyapti. 4, 5, 6, 15. Hammasiga tushib keladi bu qo'ymayapti mana. 7, 8, 9, 16 bergin deydi. Ha. Yolda topdimmi? Hammasini nima qilyapmiz? Birga ikkini qo'shyapti. Ha. 1 + 2 + 3 teng 6. 4, 5 4 + 5 + 6 teng 5. 24. Qaysi? Necha ekan? 7, 4, 5, 15. 8, 6, 10, 20. İngilizce 9, 5, 8, 16. Al. Davlat ikki ayrim ikki qo'shyapti. Endi baqi. Ana ular bo'yicha ketish kerak. Hammasi bir xil ketish kerak. Davlat daqa 7ga to'g'ri qo'shyapti, 5 qo'shib turib 1 ayryapti. Yo'q, uncha uzun bo'lmaydi. Qarang. 7 - 4 teng 3. 3 ko'paygan 5, 15. 8 - 4 teng 2. Ko'paygan 10, 20. 9 - 3 teng 4. 4 kere 8, 32. Endi necha ekan? 32 teng 2. Yetib bordimi? Hangisi? Hammasi bittasiga tushdi. 4, 3, 18. 3, 2, 5, 25. Hangisini topildi? Bu 6, 3, bu. Hop. Hop, topdim shekilli. Sen nima bu? Qara. Bunga buni qo'shasan. 2 ga 4 ni qo'shasan. 7 var da. Yani hangisi? Ne bastı? Aynen. Ben ona... Domla. Hangisi? Az. 16, 13, 2, 20 var az. 35, 10, 6. Birga 3 qo'shsangiz 4, 4ga ko'paytirsangiz 16. 2ga 5 qo'shsangiz 7, 3ga ko'paytirsangiz 21. Xo'p. 4ga 6 qo'shsangiz 10, 5ga ko'paytirsangiz 50. Nechaga 50. Emas-a? Qara. Bunga buni qo'shyapman 4, 4ga ko'paytirsam 16. Bunga buni qo'shyapman 7, 3ga ko'paytirsam 20. Demak, bunga buni qo'shaman 10, 5ga ko'paytirsam 50. Ha, tushundim. Oltinchisi. 2, 18, 19,
Keyingisini olib. Ha, domla. 2'ye ko'paytirib. 2'ye ko'paytirib. Nima qo'shsang to'g'rimi? Ha? Uchovini qo'shsang 8mi? Ha? Endi qara. Buni uchovini qo'shsang. 2 ga 2. To'g'ri. Keyingisi 2 4 8mi? Keyingisi 2 4 8. Chiqar 14mi? Endi keyingisi-chi? 4 8 14 26. Keyingisi 8 14 26. Qo'shsang 48. Tushunarli? Xo'p, keyingisi 2 4 6 10. İyi domla, ikki qo'shyapti. Yana ikki qo'shyapti. Ikki qo'shyapti. Mana qara, keyingisi ham qara. 2 ga 2. 2 ga 4 6. 4 ga 6. 6 ga 10. 10. Tushunarlimi? Shunaqa. Domla, bunda bunaqa qilyapti. 2 ko'paytiryapti, 3 ko'paytiryapti. 8. Necha berdim bu savolni? Ha? Nechaga ko'paytiryapti? 2 ga ko'paytiryapti, 3 ko'paytiryapti. 4ga 5 ga ko'paytirishim kerak. 240 6 ga ko'paytirishim. Tushunarlimi? Keyingisi 5 3 10 15. Nima bo'ldi? Tushunarli? Keyingisi. Siz nimaga deyapsiz? Qara. 2 ga ko'paytiryapmiz. 2 ga ko'paytiryapmiz. 3 qo'shyapti. 3 qo'shyapti. Demak, to'g'rimi? Demak, 4 qo'shishimiz kerak. 4 qo'shishing kerak. 8 12 buni ol. Keyingisi 5 qo'shishing kerak. 10 15 20 6 qo'shishingiz kerak. 12 18 24 mana 30. Tushunarli? Keyingisi. Sonlar uch burchagi tushib qoldirilgan sonni toping. 6-qatorda nechta raqam qatnashgan? 8-qatordan chapda nechinchi o'rin? Qarang. Sonlar ketma-ket yozyapti. 1 2 3. Keyingisi qarang. 4 5 6. Keyingisi 7 8 9 10. Ha? Endi e'tibor bering. Mana bunimiz nechinchi qatormi? 1-qator, 2-qator, 3-qator, 5-qator. 4-qator. Demak, 4-qatorda 4 ta ekan. Ha? Demak, 5-qatorda nechta son bo'ladi? 5 ta son bo'ladi. 6-qatorda 6. Demak, 6-qatorda ham 6 ta. 15 ta bo'ladi. Endi qarang. Bu degani 10 dan 11 dan boshlanib 5 ta son yozsangiz necha bo'ladi? 16. 15 ta to'xta. 5 tasi. Ha? Bu yerda 6 ta son yozsam-chi? 16 bilan 6 ta son. 20 bo'ladi, 21 bo'ladi. 21 bo'ladi. Demak, necha deyapti? 6-qatorda nechta raqam qatnashadi?
Demak, nechta ekan? 6 ta. Endi 8-qatorda ikkinchi o'rinda deyman. 7 bo'lyapti, mana 7 ta. Demak, bu 22. 7 ta son qatnashsa bo'lgan nima bo'ladi? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nima bo'lar ekan? 28 keladi. Endi 8-qatorda. 8-qator nechidan boshlanadi? 29, 8-qator chapdagi ikkinchisi dedi. Mana chapdan birinchisi, mana chapdan ikkinchisi. 30. Tushunarli? Xuddi shu narsani sizdan so'rayapti. 5 qo'shib Keyingisi, har bir ketma-ketlikdagi keyingi 9 sonni toping deyapti. Demak, 6, 18, 21 va hokazo. Hop. 3 ko'paytiryapti, 2 ko'paytiryapti, 3 ko'paytiryapti. Yo, hammasidan chiqishyapti. Aytaymi? Qara. Ko'paytiruv 3, qo'shuv 3. Ko'paytiruv 3, qo'shuv 3. Ko'paytiruv 3, 63, qo'shuv 3, 66. E'tiborlimi? Keyingisi 1, 3, 9. Keyingi son toping deyapti. 243 yozdi. Hop, necha ketyapti? 3 ko'paytiryapti. 3 ko'paytiruv 81, ko'paytiruv shu, keyingisi ko'paytiruv 729. Keyingisi 1, 5, 17, 53, 485, keyingi son toping. Hop. Demak, 3 ko'paytiruv 2 qo'shyapti. 3 ko'paytiruv 2 qo'shyapti. 3 ko'paytiruv 2 qo'shyapti. To'g'rimi? Demak, 3 ko'paytirib 2 qo'shishim kerak. 3 ko'paytirsam 159, 2 qo'shsam 161mi? 3 ga ko'paytirib 2 ni qo'shsam mana shu chiqyapti. Endi 3 ga ko'paytirib 2 qo'shishim kerak. 3 ga ko'paytirsam 1200, hop 240, 1440, hop bo'lsa 55 mi? 1000 yo'q. 1455. 1455 ga 2 ni qo'shyapti. 1457. To'g'ri? Keyingisi. Hop. 2, 7, 27, 107. Hop. Zagovatda shu. Demak, nima qildim? Ko'paytiruv 4, ayruv 1. Ko'paytiruv 4, ayruv 1. Ko'paytiruv 4, ayruv 1. Ko'paytiruv 4, ayruv 1. Demak, ko'paytirsam 27 emas, 427. Endi 4 ga ko'paytirib 1 da tashlasam 1700 degan javobga chiqadi. Tushunarli? Keyingisi 21 ko'paygan 9'da 18 9 bo'lib ketyapti. 18 ni 10 qolib ketdi. 1, 2, 6, 15, 31, 56. Keyingi sonlar toping. Hop. 2 ko'paytiryapti, 3 ko'paytiryapti, 4 ko'paytiryapti. Qani qonuniyat bo'lishi kerak bu yerda. Qaysi qonun? Hop. Maniki 1 yozsa, bitta 9 yozyapti, 2 yozsa, 2 8. Ya, mana buni ishlayapti. 1 Voy, buni 10-chi. yo'q. Mana 1 qo'shyapti, 4 qo'shyapti, 9, 16, 25. Buni mana ketma-ketligi. 1 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 4 ning kvadrati, 5 ning kvadrati. Demak, bunga nima qo'shish kerak? 6 ning kvadrati, ya'ni 36 qo'shishingiz kerak. 36 qo'shsa 80 ni 92 bo'ladi. Kengisini topish uchun 7 ning kvadrati, 49 qo'shishingiz kerak. 139 141 chiqadi. E'tibor. Xo'p. Keyingisi 26
keyin birdan keyin 3 kelyapti, 21 yozilyapti, ko'paygan 9 nima ketyapti? 2 8 8'ler. Keyin boshqa qolib 1 ko'paygan 9. Demak, nima yozilyapti? 3 yozilyapti. 9 yoz. Keyingisi qara. 4 yozyapmizda 8lar sonini 4 da yozib turib, keyin 9 yozyapmiz. 6 4 6 5 4 shu 2 ma'noda 9 ga ko'paytiryapsan. Demak 5 yozyapsan-da 5 da 8 yozib keyin 9 yozyapsan. Tushunarli qonunga? Xo'p. Keyingisi 2 4 5 6 Ana shuni qonuniyatga ketishgan. Hammasiga tegishli bo'lishi kerak. U topgan narsa. Qara. 5 ko'paygan 2 10 mi? Ha. 4 ko'paygan 4 qo'shib 6 ham 10. Demak, 2 10 qo'shyapman. Ko'paytiryapman. Qara. Demak, 2 10 qo'shsam 16 ga 12 28 4 ga 7 28. Demak, 2 10 qo'shganim, ya'ni 18 ga 24 qo'shsam 42 chiqishi kerak, demak 6 kara necha? 6 kara 7 nima? Qara. Keyingisi ketma-ketlikning 20-juftligi sonlar yig'indisini toping. Mana birinchi juftligimizda 1 3 6 mana birinchi juftligimiz, mana ikkinchi, uchinchi. E'tibor bersiz, birinchi sonlar ketma-ketligi bo'yicha yozilyapti. Demak, 20-juftligimiz 20 bo'ladi. Sonlar ketma-ketligimiz. Endi qarang, ikkinchi sonimiz 3 6 9 12, ya'ni 3 ga karrali sonlar ketma-ketligi bo'lyapti. Endi 20-juftlikda 20 bo'lish uchun, 20-son bo'lish uchun albatta 3 ga 20 ga ko'paytiradigan bo'lish kerak, 60. Endi e'tibor bersiz, ikkinchi sondan keyingi son 3 ga katta xolos. Mana har biridan 3 ga katta xolos. Demak, bundan 3 ga kattasi 63. Bu 20-juftligimiz mana shu bo'ladi. 20-juftligimiz shu. Tushunarli? Yengisi. Demak, yo'q. Bu yerda qatorli sonda buni. Birinchi qatorda 3 ta, ikkinchi qatorda 2 ta. Jami ikkala qatorda 5 ta son ishlari bo'ldi. Bizga 30 soni deyapti. Bu degani 30 soni degani har bir qatorda 2 ta qatorda 5 ta ketayotgan bo'lsa, bizga 12-chi qatorga to'g'ri keladi. Endi 12-qatorda qaysinisiga to'g'ri keladi? Demak, ikkinchi, e'tibor bersangiz, ikkinchi qatordagilar har ikkiga karrali sonlar, qator 2dagilar b bilan d ga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi? Xo'p. Qator 2dagilar. Demak, 30 soni kattaroq bo'lgani uchun albatta 12-qatori b ga to'g'ri keladi. 30. Endi 41. Demak, 40 ta bo'lgandan keyin har ikkita qatorda 5 ta. Demak, 8 bo'lsa 16-qatorimiz 16-qatorda b-si 40 ga to'g'ri keladi. Endi 41 17-qatorda qaysiga to'g'ri keladi? 41. 41 bo'lsa qaysiga ketyapti? Bunga ketyapti. A-ga to'g'ri kelyapti 41-chimiz. Tushunarli? Xuddi shunaqa yechi.